Onlayn kassa apparat ishlatadigan tadbirkorlar, agar ushbu xatoni qilayotgan bo'lsangiz, darhol to'xtating. Kassa apparat uchun belgilangan oylik to'lovi bor, oyiga taxminan 100 ming so'm. Servis markazi ushbu to'lov uchun korxonangizni shaxsiy kabinetiga elektron hisob faktura yuboradi. Lekin siz to'lovni kartangizdan klik orqali to'lab boryapsiz. Bu noto'g'ri. To'lov korxonangizni hisob raqamidan bo'lishi shart. Agar to'lovni korxonangizni hisob raqamidan to'lab bormasangiz, bu xarajatga o'tirmaydi. Xarajat hisobiga kirmaydi. Soliqda ham chiqmaydi. Yil oxiriga borib siz baribir qarzdor bo'lib qolasiz. Buning natijasida siz noto'g'ri soliq hisoboti topshirishga majbur bo'lasiz. Bu esa katta jarima.